Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga Al-Xorazmiy ko'chadan azizlar 2-qavatda 96 kvadrat metr bo'lgan yangi domdan 3 xona kvartiraga o'rgatib o'tamiz. Zo'r mesada azizlar bu yerning yurib turgan media park bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, bu yerning Mittivoy azizlar, bu tarafiga kelsangiz aeroport, bu tarafiga kelsangiz vokzal bo'ladi. Zo'r mesada azizlar, ajoyib bir mesa polashiyada ham ikkilamchi kreditasida ham naqd pul asosida sotib olsangiz bo'ladigan kvartiramizni sotib olishdi azizlar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Kanallarimizga obuna bo'lib, videolarimizni like bosib ko'rish esdan chiqmasin hurmatli vatandoshlar. Domlarimizda alda park qilish mesalari farzand aziz uchun o'yingohlar, hamma sharoitlar qilingan ajoyib bir mesada. Gaz, suv, suvlar ham VIP. Dokument ham 100% taq holatida turibdi azizlar. Qani ketdik bir yerda kvartiramizni ko'rib o'tsak sizlar bilan. Azizlar, ikkinchi qavatımizga yetib keldik. Al-Xorazmiy ko'chada joylashgan ekan. Etajamiz zo'r, gaz va suvni muammosiga joylashgan. Bismillah deb giramiz. Girgandan beri prixojiy zona, ya'ni koridor joyi bo'ladi azizlar. O'ng tarafimizda sanuzel qismi, to'g'rida oshxona qismi bo'ladi. Bu yoqda spalnik, keyin chap tarafimizda spalnik, chapda yana to'raga borsangiz zal qismi bo'ladi azizlar. Bir yandan ko'zlab donishtirib qo'yamiz. Shaharimizning eng zo'r, ajoyib mesalarida. Azizlar, dik yo'lni bo'yinda Al-Xorazmiy ko'chamizda shuning 3 xona 96 kvadrat metr bo'lgan kvartirani sotib olishdi. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Bu yerda rakamalar qo'yilgan, kafelar ham qilingan, sanuzelni ko'rsatib o'tamiz. Yana ixchamli sanuzel, oyoqtilar ham, divorlar ham, kafe, vanna, bu tarafda unitaz, yana ko'rib turganingiz aristollari qo'yilgan, ishlari, yog'och ishlardan yaxshisini qo'yganlar azizlar. Bu yerning oshxonasi keng tushgan, kuxinning böyle gaz plitasi bor, fartuqlar qilingan, kotellar, damir kotel qo'yganlar. Hurmatli vatandoshlar, cho'yin registrlari qo'yilgan. Azizlar, narx ham zo'r. Bir remont qilib bersangizlar, xohlasangiz shu turishda yashasam bo'ladi, lekin azizlar, remont qilsangiz faqat dimmaja joy bo'ladi azizlar. Azon bir ajoyib faizda joylardan ekan. Hurmatli vatandoshlar, oyoq tiylari plus taraf polug'an. Bu yerning keng spalnik qismi bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Yengina tushgan, oboy qilingan, devorlar patoloqlar gipsokardon qilingan, oynalari plastik ramlardan hurmatli vatandoshlar. Chiroyli xonadan ekan, hurmatli vatandoshlar. Birinchi mesa polajiyasi, Wi-Fi bor, internetdan muammosi yo'q. Bu yerda elektrik avtomatlari qo'yilgan. Tarafda ikkinchi spalnik qism bo'ladi. Azizlar, spalniklar ham keng tushgan. Hurmatli vatandoshlar, enina bir 380 orqayin chiqadi. Bunga bir 5 metrdan ziyod. Aynalar korishniy plastik ramlardan, cho'yin registrlari qo'yilgan. Dik yo'lni bo'yinda. Hurmatli vatandoshlar, bir yanda aeroport bo'ladi, bir yanda vokzalga ketsangiz bo'ladi. Dik yo'lni bo'yindan shuni joy qarabilgan yaqinlarga video ulashib qo'ying. Etajini qarangizda, ming joydan kamdan-kam chiqadi. Ikkinchi qavatda azizlar 3 xonalar 96 kvadrat metrli xonadan bo'ladi. Berimizning orqayin bir 8 metrlarcha chiqib boradi. Uzinasi eni bir 330, 340lar bor. Oyoqli taxta pol. Cho'yin registrlar qo'yilgan, oboydan chiqqan, patoloqlar gipsokardon. Hurmatli vatandoshlar, shaharimizning markazidan joy qarabilgan yaqinlarga, do'st yorlarga, qarindosh o'g'illarga video ulashib qo'yinglar. Biz orqali kelib joy olsalar foydamiz degandan xursand bo'lamiz. Narxini e'tibor qiling, narxi $62 ming kelishadigan yeri bor. Dokument 100% tayyor. Xohlasangiz naqd pulda, xohlasangiz kredit asosida ham sotib olsangizlar bo'ladi. Bog'cha, maktab, gaz, svet, suv, transportlardan umuman muammo yo'q. 13 marshutlari o'tib turibdi yonimdan. Kvartiramizni azizlar. Hammaga yaqin, domni oldinda park qilish mesalari bor. Azizlar, Zilonli zonalar ismi, hammaga o'ngayli, shahar hokimiyati azizlar, bank kollej ismi, Dekan bozorlar ham bir odim. Marshrutlar qo'y, azizlar, yangınasini o'tib turibdi. Urologiya ham yaqin, hurmatli vatandoshlar. Yurtdoshlar, qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizni like bosib ko'rish esdan chiqmasin. Kommentariyada chiroyli fikrlarni qoldirib borasizlar. Joylarimizga baho berib, necha joylarga ko'rsam yozib qoldirsangizlar, shuning joylarni qo'ldan kelgancha sizlarning e'tiboringizga taqdim qilib o'taveramiz azizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi videoda sog'-omon ko'rishguncha deb qolamiz.